Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalga kuzatuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz 9 oxirida yangi Ashgabat ichida 1 etajli 80 kvadrat podkruch holatda hovli joyimiz suro sotib olganligi. Sizlar bilan shuni ko'rib donishib boramiz. Gaz suv svetidan muammosi yo'q. Bu tarafimizda pajonli xotiran ega, bedeni svetni o'chiruvchilari, bedan gaz turbamiz gir turibdi, konditsionerimiz bayna oldinda, aldanamiz tashga bo'lgan. Kanalizatsiyamiz aldan chiqqan, tayyor ko'chada. Shu do'rimizda xonadonni ko'rib chiqamiz. Bismillah. E'tibor beramiz yurtdoshlar. Kelganimizdan berimiz yana dalon. Patoklarning ishida bizatilgan oboydan chiqib turibdi. Oyoq tiramiz yog'och pol. Jihozlari yetada ekan yurtdoshlar. Kirganimiz keng. Bu yerda yana 2 oyna tushgan ish davrasida. Girish qismi, bu yerda konditsionerimiz qoladi. Moniklarimiz qo'yilgan. İçindeki cihazlar yetada ekan. Berimizda bir xona tushgan. Ixchamat solingan uyimiz. E'tibor beramiz. Bahasam zo'r bahada. Bu yerdan pajarniy hudud o'tgan yanına. Oyoqtela yog'och pol, shuning o'ziga koridor, o'rtamizda yana kuxnya. Hamma oynasi emas, ko'chaga qaragan, e'tibor beringlar. Sroshi sotib olgan yurtdoshlar. Berimizda yana bir xonasi. E'tibor beramiz. Toza qurilgan joy. Dokument 100% tayyor. Berimizda sanuzel. Patoklarimiz plastik, kafeldan chiqib turibdi. Atapinamiz beri o'rnatilgan, balkonni unitazimiz bir yerda joylashgan bo'ladi. Eshiklarimiz akva. Bu tarafında yurtdoshlar bir bog' aytaman desangizlar, endi menimcha bu yerda ruxsat yo'q. Shuning mestasi bor, orqasi ochiq, keng. O'zlar hozir polashtirarsa. Yurtdoshlar shundan narxini keladigan bo'lsak, narxi 320 million. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasiz. Sotib oladigan bo'lsangiz bemalol telefonga sotishlardan beramiz. E'tiborli bo'lsin, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.